Kibelixomda rasпродажamiz boshlandi. Chexiya 24% toza xrustallarni shtuchni o'ziligiga kerakli bo'lgan kolичествоda bemalol rasпродажа narxida xarid qilishingiz mumkin. Bu modellarimizdan hech qaysi birida nabor yo'q, faqatgina shtuchni xarid qilishingiz mumkin. Hozir men sizlarga shtuchni narxlarini aytib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Chaqchuqlarimizda donasi 80-70 dollar atrofi sotilgan. Hozirda rasпродажа narxida 20 dollardan donasini xarid qilishingiz mumkin. Kichkina shokoladnicamizda donasi 190 dollarlar atrofi sotilgan. Rasпродажа narxida kichkina shokoladnicamizni 30 dollardan xarid qilsangiz bo'ladi. Katta shokoladnisalar ko'rishingiz mumkin. Razmerlari juda ham zo'r qilib ishlangan. Donasi 150 dollarlar atrofi sotilgan. Hozirda rasпродажа narxida 50 dollardan xarid qilishingiz mumkin. Meva ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli объемni qilib ishlangan. Donasi 200 dollarlar atrofi sotilgan. Hozirda 70 dollardan donasini xarid qilishingiz mumkin. Sitrus vazamizda bo'lsa 250 dollarlar atrofi sotilgan. Hozirda donasini bemalol 100 dollardan xarid qilishingiz mumkin. Chexiyada ham bunaqa narxlarda hech qayerdan topolmaysizlar.